Alloh taolo inson hayotida shunday bir ne'mat berganki, uning roziligi farzandning butun umriga nur bo'ladi. Bu ne'mat ota-ona. Bir hadisda shunday deyiladi: ota-onaning yuziga bir marotaba mehr va muhabbat bilan nazar solish nafl, haj va umra savobiga tengdir. Bir qarash, bir mehr, bir iliq tabassum. Farzand uchun juda oddiy tuyulgan bu amal ota-ona uchun beqiyos quvonch, Alloh huzurida esa ulkan savobdir. Ota-onaga yumshoq so'z aytish, ularga ozgina xizmat qilish, yonlariga borib holidan xabar olish hayotingizdagi eng yengil ammo eng barakali amallardandir. Shuni unutmang. Ota-onaning duosi farzandning yo'lini yoritadi, rizqiga baraka olib kiradi, qalbiga sokinlik beradi. Ularning rozi bo'lishi insonning eng katta baxtidir. Alloh barchamizni ota-onasining roziligini topgan, ularning duolari bilan yurgan bandalardan qilsin.